Assalamualaikum, tordaşlar, yaxşımısızlar? Bugün azıraq ortaqlaşsam boğudaq dep oyladım. Şu yaqindan beri cıxlar menden ba'zan bir suallarni sordu. Xitoydan ayrılıp gitalamdiq, Xitoydan ayrılalamdiq yoki anandan keyin nima ish qilamiz yaxshiroq bo'lib qolsa bo'ldig'u, burunqidek bo'lib qolsa bo'ldig'u deganlarmi bor. Men muşunun azraq cavab beray dep oyladım. Burunqi çağlarımda men 2015'ning oldiniday 2015'ning oldida Norvegiyada men ün-tinsiz jimjit yaşagan. Hech qanday odam meni bilmaydi. Men anandan keyin 2017'da ota-onamni chaqirtiman deb uy setib oldik. Nöldan başlagan men Norvegiyada, nöldan başlagan. Uy setib oldik. Anandan keyin uydagilarni chaqirtish uchun o'zingiz cho'qim yaxshi ishlagan bo'lishingiz kerak, iqtisodingizni kepillik qila olishingiz kerak. Uydagilarni mayli uydagilar o'zining chiqimi bilan kela olasimi, lekin kepillik qilishingiz kerak. Norvegiyada qolib qolmaslik, anandan keyin iqtisodini ko'tarish degandek. Shuning hammani taq qilgan vaqtimda dadamni rad qildi. Chunki dadam Harvardda o'tiradi. Harvardda o'tirganlar kalisi joyida Harvardni o'zi boshqaradi. Lekin ashu nimani anandan keyin tutib olib rad qildi. Opamni bir odam kasb qildi deb. Andan keyin opam dadamning ko'nglini ayab, "Yo'q, men bormay bolam" deb opam kelmayman dedi. Shuning bilan Turkiyaning ishiga ochiq bo'lgandan keyin Turkiyaga kelgan bo'lsa deb Turkiyaga bir oylik kelishni taklif qildim. Taklif berdim mana degan. Shuning bilan u yerda vachchidan Turkiyaga yo'lga selish, shu sayohat o'mak u bu degandek hammasi qaynoq vaqti bo'lgandan keyin o'zlari bir o'ttirdiki Jonjiya konsul deysizlar-ku. Jonjiya konsullar orqali sayohat shirkatlarining orqali bijirib bir oylik keladiganga o'zi tayyor qildi. Shuning bilan singlim oilasi, inimning qizi, anandan keyin opam dadam, shuning bilan ular kelgan bo'lib, men Turkiyadan bir uyni olib turdik ijaraga tayyor. Shuning bilan men opamlar bilan ikkimiz ikki taraf teng deyarli tushdik. Men 2 soatli farqlangidek u uyning oshqushini men akab berdi, shu ijaraga berganlar. Anandan keyin biz keldik, uchrashdik. Opam dadamlar keldi. Shunda xush bo'ldim. Mush Turkiyada ajab bir menga bir ota-onam bilan ko'rish fursati bo'ldi deb turib shunchalik suyunatdim Turkiyada. Anandan keyin opamlar qaytib ketdi. Bir oy men o'sha yerda turdim. Anandan keyin qaytib ketdi opamlar bir oy bo'lgan chog'da. Shu biz hech qanday bir odamning chaqirishi yoki o'ti-puti deganlarga shaxsiy undaq bir yig'ilishlarga borganimiz yo'q. Ma'lum birininki restoraniga berib tamoq yegan bo'ldik. Shu shuning bilan men qaytib keldim. Inim ota-onamni bir haftalar men kelishdim bir 2 kun burun inim bordi. Anandan keyin opamlarni yo'lga savitib u qaytdi. Shu bir berishimiz. Eng oxirgi ko'rishib olish bo'ldi dadam bilan. Keynidan qaytib keldik. Qaytib kelgandan keyinla o'g'limni voy mushu nimaga Turkiyaga beribdi deb. Chunki aşağıda men saboqdoshlari bo'lgandan keyin rasmlarga tushgandi. Anandan keyin tavallik saqchisi izlash, undan keyin voy etiti, pititi, mititi deb ashundaq bir xil avorchiliklarga mushundaq bearam qilish g'ing 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 yig'lagan boladek ashundaq oromimizni buzishga boshlagan. Anandan keyin 2018 kelganda bu bakli ulg'ayib ketdi bu oromimizni buzish.
En kısık sakçılar izlep kirip, anandan keyin opam tex degilonimaydi bizga. O vaqtida beşin ba vaqt. Oy mındaq dedi dep qo'ymuş dep qo'ydik. Mındaq dep qo'ydik, andaq dep. Yo'q, bizni so'ragandan keyin biz o'zimiz javob beraylik apa desam, bo'ldi qilinglarchu deb shundaq deb ketdi. Oxir may shu ismini bildim soqchininkini. Bir tavalikni izlab topaman deb baxulan urib, onun bunun urib, aş soqchini tepib, ovozimni oldim. Bize yerine bir qatim bir TV'ye çıkan çağdım koygandım. Haqiqiy to'liq nusxasi hozirgacha bor. İzlep yorab tepib qildim. Masalan, ashundan keyin qista vergandan adam o'tirg'i chiqadi ekan. 2018 ning oldida men degan o Norvegiyada hech kim bilmaydi dedim. Hem jimjit, mening opam dadam jim o'lta deydigan tipik oildan. Tömür tavaqыңlı bolsa, jimjit, o'shiq ishga aralashma deydigan mındaq oildan. Meningki o'xshash oila talay. Shuning bilan jim o'ltirib baqdiq. O'ltirib baqsaq, o'ltasaqmi, g'idiqlab o'ltamagandan keyin anadagi o'tirg'i chiqdim. Bu meningki qistilishim. Men normal betimchi chegaradan chiqqan. Xitoy chegarasidan normal betimchi chiqqan inson. Ya bir pasportsuz bir yerde yüklep çıkan adam emas, ya Suriye'ye varmadım, ya benim opam bilen dadam hacı vağını yok. Türkiye'ye mi geldi, hacı vağını yok. O şunda qaletdi ki, aileden men çıktım. Ben özemden soralgan sualga özemden cevap bergiçiligim var. Ben 51 yaş kirdim, 51 yaş kirgen adam. Şu 2018 degan 48 yaş vaqtim. Mening dadam bilan opam meni boshqarmaydi, 48 yosh kirgan odamni. Lekin Turkiyaga o'zining sayohat o'maklari orqali normal kep ketgan odamni tatalab o'ltamidi. Bu nima uchun? Shu ishlarni Xitoy ichivatgan-ku Turkiyaga kelishni. Biz Suriyaga borgan insonlar emas, bizning jamiyatimiz hech kim Suriyaga borgani yo'q. Mushunda holatdan tatalab o'ltamidi. Sababi nima? Men Uyg'ur bo'lganligim uchun. Anadaki o'ttirg'i chiqdim, chiqqandan yoqi degan voy birdan 1 kilo oltin bilan Turkiyadan qochib ketibdi deb baxti. Amaliyot 100 lira pulga bir ehtiyoji bo'lgan bir inson shu gapni taqat degandi, bir xotin pul bergandi menga 100 lira deb, nomus qilsangchi deb ketdim. 1 kilo oltin degan qandaq apmangalı bo'ldi men degan. Normal aeroplanga tushib, pasportni yirtib etib, aeroplan orqali chegirdan chiqqan, chegirga tushgan odamman. Saqchining oldiga chiqqan odam. 1 kilo oltin degan akuni bir singlimizlar aytadi. 1 kilo oltin degan xili cho'ng bir narsamdi o deb. Shundaq moz gaplarni dedi. Eyli qo'ymichka, eyli birmichka. Ey, men yezbaginim, men har qanday odamdan bir nima olsam yoki menga baqqilib bersimi, qo'lida xat berma. Her qandığıga evliya olsanmı, bana baqqılı vergen bolsan, men xat yazıp bermem, videoga avalıman. Bana mandaq nərsini baqqılı verdi, dep videoga avalıman. Eğer qağızını kötürüp kelsen, men bermem degen gaplarni mi qildim? Bu ayliq səskendirish uchun her nima qilib baqdi. Monopol, dava monopolluğu yana bir dep baqdiq. Qapak kalla sual qo'ymagandan keyin amal yo'q ki ba'zi odamlar. Kim nima deb. Agarda men qo'ymichiliklarnikiga har zamon qo'ymichiliklarga aralashyaptim, men qo'ymichi bo'lgan bo'lsam, menikidan bir chiqavo'ydik qo'yamni tatlabla. Ha, sen meni falan narsamni olgan, akka qog'ozingni deb shu berib etaman. Bavosi birasinikidan. O bir jarayon o'tib ketdi. Onundan keyin voya, dadam tugab ketgandimi, dadamning shu jiddiy qutqizishda mush shilank tiqqanlardan tortib menga Facebook'ta Messenger orqali bir yo'lladi, erning nomida. Eng oxiri bir ukimiz shu IP orqali Turkiyadagi bir nimadan yo'llanib o'tibdi dedi. Aşı yerlik namazımı okumadi.
Dadanga da koyulup gitti. Çidamsa o bu dep durup yazıp geldi. Ben sakçığımı tapşırdım maşınımı. Oy dadam tügep ketken bolsa men duan men qayerden namaz düşürüş toğru kes düşergizsem buludu dedim. Namaz düşergizdim. Özümüzdeki şu mescitke kirip namaz düşergizdim. Namaz tepiş tapmaslık yoki bu adamning qandaq bir yerni Xudoning tayyorlab qo'ygani u faqat burun qilgan ishlariga amaliga bog'liq bo'ladiganiga ishonaman. Xitoy namoz tushagizmisizlar do'zax bo'lib qoldigan namoz degani o'lgidek tushirib voy yey ashu nim qilib ketsimi jannatga kir yoki do'zax ekanligini uni faqat Alloh bekitadi. Har xil ishlar bo'lib boqdi. Bugungacha keldik. Irqiy qirg'inchilik Uyg'urning beshiga keldi deganni Amerika e'tirof qildi Xitoyning jinoyatini. Kanada ergeçti, Gollandiya ergeçti, endi sanab, irqiy qirg'inchilik dedi. Ma dedi deb qo'yib o'ltiramdiq yoki zimin deyishimiz kerakmi deb turib tinmay kunda namoyish shaklida bir faoliyat olib beryapmiz. Biz 2 soat, 1,5 soat tura olamiz. Bek so'g'oq kunlari, bek qor, bek shivirg'an chiqqan kunlari 1 soat tura olamiz. Qaytadigan vaqtimizga az qolgan chaqda anandikin ballar yig'ishtirdi rasmlarni, tizgan rasmni uçurup ketidi. Ashuni tosh bilan bostirib qo'yamiz. Kirkitadigan az qolgan chaqda men 2 minut, 3 minut so'zlab kirkityapman. Irqiy qirg'inchilik uchirgan millat zimin davosi qilish kerak. Turkiyadan boshlagandim abay so'zni. Turkiyadan og'rindiq. Beshida men ağrınğan. Lekin bizning oilamizda bir ishni tayoq yeb kirsakmi, nima uchun tayoq yeding? Sen chiqilmasa haq chiqilamdi degan mushundaq bir nima bilan tarbiya bilan cho'ng bo'lgan. Shuning uchun uyga deyamaydik. Urushsaqmi, xapilishsaqmi deyamaydik. Ana lekin kallini qo'yib turib, Turkiyada nima ishga og'rinaman? O'zimiz nima ish qilgandik, nima ish qila olgandik deb turib savol qo'yib o'ylandim. Anadaki Recep Tayyip Erdoğan efendim dedi Amerika halkılı da Uygur'un şimdi. Amerika'dan cevap mı çıktı oltadık. Amerika'ya vize elip durup kaçıdığanga, bardığanga teyya olursa boğpanlarını götürüp lekin Amerika'dan yardım soraydıgan adam yok. Davagerler mi ba? Türkiye'de şu palan yıl, 71 yıl, vay yay Şarkı Türkistan'ın davasını akıbettik, kökübettik. Ko'chaga to'shtirib yotdik, mundaq qilib yotdik. Bayroq degan ko'k deb degan to'shib ketdik. Butun yana bayroq yo'g'ib yotdik deb shunchalik bo'layotganlar bor. Lekin Uyg'urninki hozirgacha iqomati yo'q. Vatandoshlikni maya qarib qo'yib turali iqomatsiz. Bolaları o'qishsiz. Mushtaqlarchiq. O'qish haqsiz hukumat egaligidagi maktabning haqsiz ekanligini bildim. Ashuningdimi pul tepib yeydiganlar bordi. Voy biz bolalarni o'qish pulini to'laydik deb. Hukumatning normal maktabga borg'izmay qarang'u qandaq yerlarga akirib oldiganlarmi o'zinglar kaynida millatni kayniga qo'yayotganlarmi sizlar o'zinglardan izlab baqsanglar bo'ldi deb turib Mana Türkiye'den bəzən balalarının oxuş işinə aralashgan vaqtimda şundaq degan türk təşkilatları var. Türkiye'nin bəzən bir ma'rifda ishlaydigan şundaq qarindoshlarimiz mı şundaq cavab bergandi. Bular tiqishtirib oldi, balalarning o'qish ishiga kelganlarni normal maktabga bermaydi, shundaq deb. Shunchalik ingrab turib yashayotgan ba'zan bir oilalar va balalarini o'qitib, turkchanimi o'qitib Hergiz Uygur tilidan vazgeçmeyen şundak ailelerni tanıyım. Her hafta bana salam yollaydı. Mundak okuduk, mundak kıldık, Zümrüt apa, kitap hep verdi apam. Mundak oldu deb Uygurca, sap Uygurca paran kılıdığan Türkiye turgan ni aileler var. Burunlarda bəzələr yardım qilishdim, şundaylıqı nim qılattım. Voy buludu deydik. Hazır qaraymiz ahvoliga. Surishtirimiz, maktabiga urimiz, ashundaq qilamiz.
Türkiye'den ağrındık, sen kargı kәgidek iş kıldın mı? Degenni bir sual koyup bak. Xitay konsulunun aldida eğinap yatqanlarni dep turib tilga aldingiz dep turib ba'zilar ashtar dedi. Amerikadagi akitidigan shundaq bir siyosat chiqadigan qildi deb mushtar deb bo'g'icha bir qonun loyiha o'tirib qo'ymoqchi yoki bir plan borki deb bo'g'icha hammanglar bo'panglarni ko'tarib tayyorlab tizimlatib tayyorlabsizlar. Ash Amerikada palani nimasi yo'q. Siyasi panalıq tilashga darisiga bormagan talay Uyg'urlar bor. Sana navbat kelamdi, Turkiyadan seni akitamdi. Onun ustiga Suriyaga kirganmi, yana bir yerga kirganmi, yana bir kirgan degan palan o'tganlari va shuni o'talamsa degan gap yo'qlar. Shuni tizimlatish boshlanib ketibdi. Nima deb Amerika konsulunun oldiga berib bormaylar? Bizning beshimizda munda bir o't ko'yiyotidi. Ma bir yordam qilsizlar demamlar deb turib nechisiga dedim. Desem, me çoğunlar manda degenti, ayna deb turib davotidim. Shunda mı? Emsi nimege kerak bo'lib qoldim desem, manda bir tug'ilish isboti, mandaq degan narsalar kerakka qanday qilamiz deydi. Burunlarda palon chiqib bergan, pokon chiqib bergan, hozir ham ular Germaniyaga ketib oldi, Maya ketib oldi. Nur şirketi, yana bir şirketi deganlar yo'q hozir deb. Onu ben kılamaydı ekanman. Onu hem qanday qillar dedim. Her xil odamlar bor. Kallani ishlatmaymizkin. Kanadaga aktiman deb muncha yil chaldi dutta qilib. Endi ma bu Amerikaga desa, aşı soskini men qachongacha yotaman degan savol yo'q. Amerika ketishga bo'ladi. Da'vo qildigancha Amerika ishini chekmaymiz. Türkiye hükümetinden cevap çıkıp olgan, Erdoğan efendim dep olgan. Sen yana aşağıda durup lalmılık kılıp Xitay konsulunu aldık var, derdağını eğitse. Xitay'ın işini çekip oltadın o. Sana Xitay'dan bir mektup çıkamda, ya ki Xitay, köngül Xitay sizlerge yardım kılamdı, ya ki köngül Xitay hükümeti sizlerge yardım kılamdı. Biz Xitay bilen görlerimiz mi okşaşmaydıgan bir millet. O şunu esleyemeyvatamsız bilmedim. Burunlarda Xitayga naiti sadık işlegenlerini tartıqlap, ölgen çağda kahramanlar kabristanlığa çıkıp yatkızattı. Yalgan desenler hem de ürümçide yaşayanlar biliyordu. Kahramanlar kabristanlığa apırıp, bizim okuyucularını her yılı aşağıya kabri süpürüş dep açıqattı. Xitaylarninki batiliqi nimaları, heykelleri mi var, xatir munarisi var, anadaki Uygurlardan sanaqlıqlarının bat. Keyin köpeydi o yerge. En isimde qağını Seyfidin Aziz'ninki ölümü. Seyfidin Aziz'i ölgen vaqtida Yanaq daraxtimi, Çınar daraxtimi aytavur bir necha yüz yillik bir daraxtni tavut qilib yasatdi bir kunlikka. O tavut bilan kömmedi de onu. Yasattı. Vay yey aç koçuğu zoğalap durup çıktı. İşki qırgaq adamlarını çıkıp aşağıda yolga sap koydu. Aş en ahırgı bekiti şu yer oldu. Eğer de özümüzün kabristanlığı boğan bolsa, 4 adam bir dua kılıdığan, başkalarının duasıdın mı behriman bulup yatattı. Hazır go hem de o kabristanlığı mı yok go hem de namaz düşürüş ubumu yok. Deki iş bulma hak işçide olsun mu oqa, ma bizdekler teşhide turup olsun okuyumuz atanımızın royu teksun dep. Şundaqdı. Keyin oylap yakınla. Neç günün aldıda men Seyfidin Aziz'i toğurluq, Burhan toğurluq, Meyla Maynur Qasım toğurluq çıkırıp koygandım. Azırak qaratmılığı var, neslen çıkarsam makanı cennet olsun dep tilimey, munda depsiz dedi. Hey! Men nime dep makanı cennet olsun dep men piçamdım o cennetni. Xuda bere qayanı toğurlap koysa. Xitay üçün şuncha işligen adamga men makanı cennet olsun dep dilemdim. Anam boğuydu, dadam boğuydu meniki. Nime dep dileymen onunla?
Özümnün tuqqanlarımga tilmey. Desem, voyay, endi ölgenlerini tatlamasak oldu. Ölgenlerini cim yatqırsak oldu. Hey, hainning ölgünini cim yatsın desek, onundan ibret almasak, Xitayga Uyg'urni moşundaq taxsis bilan ko'tirib bergan insonlarga makoni jannat olsun deb tilasak, hozirgi xoinlarga savolmi qo'ymasak, haliq bir chaqda haliq sabir bug'da deganni chiqqancha, "Voy, uni qilmaymiz, o'g'lim, dolpirin chakirib qo'yib, uni qilmaymiz, uni qilmaymiz" degan jimjit. O'yin har xil chiqib baqdi. Lekin qapoq kallar o'zgarmadi. Yılda çıkan oyunlar Türkiye'de buludu asas kısmı. Başka yerde yamaraydı. Anadolu kim buldu? Suriye'nin taz kızımıydı. Şunun için Türkiye'nin yanı başlandı. Ankara'ya meniş, yanı bir yere meniş, yanı bir yere meniş, bir mi kılıç, yürüyüş kılıç, ak kılıç, kök kılıç, pul yığış, namayışık pul yığış, Suriye'dekiler kutularımızda pul yığış. Yeni bir yerden kutuldurmasa pul yığış. Kızılmagandikin hazır Türkiye'nin namayış kaynadı. En kızıkarlığı bir balıma telefon urup, "Vay Zümrət dede" deydi. "He" desem, "Bana telefon geldi. Anan dadanın kez nimesin davasını kımamsa, çıkar Xitay konsulluğuna degende. Ben Xitay konsulluğuna çıkmayman. Anam dadam ölüp ketken." Desem, "Voye, sana degen ana degenni teyyak vermez. Resim degen ba" dep başladı dep. Deptike o balık op, "Hey, ben manda kılıp xalqning anasını özümning anam dep çıksam, xalqning dadısını özümning dadam dep çıksam, o qanda op ketidi, özümni özüm ahmaq qilgan bo'lmamdim, o'lib ketgan ota onamdan tangan bo'lmamdim" dedim deydi. O'ylab beqinglar, ey, ma changchil degani manda o'ynamdi adam. Anandikin aldığı çıkan aş kichik bolalarni apirib sizlarni nim qilayli, ziyorat qilayli desa, berenmesanglar. Sebebi nima? O'zinglarga ayon. Suriyada atanisi o'lib ketganlarni sizlar açık başa guvohlikqa o'ltag'izdinglar. Yolg'on desang, telefon urama. Yolg'on desangchi, telefon urma. Adam aldamchilikni, mesela o'lib ketayotganda, momam rahmatlikka aşı bir nemeli ko'ngli xotirjam kelsin deb bizdan bir so'rgan savolga ashunda voy men kayniga ega bo'laman deb turib va'da bergandim. Voy men qilaman deb. Oxiri 2 yil o'tgan chog'da o ishni qilib bo'ldim. Va'damda turib shu ishni shu momay meni cho'ng qilgan opamning opasi. Aşı va'damni aşı qilib bo'ldim. Opa xotirjam Mansun dep aşındaq degandim. Çünkü özümnің apam, meni apamның apısı çoğun qilgan. Özümnің apam nerede deyman. Şu apam rahmetlikni, anda şu momamni uzatgan chaqda, "Ha" deb qo'yayli, razı bo'lib ketsin deb. Amaliyotda aş vaqtga nisbatan ro'yi hamma narsani biladi deymiz. Ro'yi bilgan bo'lg'ayda mening oldiganligimni ham ma'qul qilib bo'ldim dedim. Lekin 2 yildan keyin ashni qilib bo'ldim. Va'damni amalga oshirdim. Şunu o'ylab qolaman ba'zan narsalarni bu o'lib ketayotgan tuqqanlarimizni xotirjam qilish uchun bir xil nim qilishmi yoki aldamchilik bilan biz mush o'tgan o'tib olaylik deb aldab o'zimizni aldab shundoq yashashimiz kerakmi? Aqlim hayron qoladi, hayron qoladi. Ba'zan narsalarga qarab, ba'zan odamlarning ivatgan videolari qarabmi hayron qolaman. Xoinga jannat tilash, boshqalarninki tuqqanlarni o'zimning tuqqanim deb dumbingizga chaplabli beramiz rasm degan tayya deb tova deyman. Burunlarda masalan kim G'ojam Niyoz hojini voy xoin, voy Uyg'urni bundoq qilgan, undoq ular o'qimagan odamlar. Lekin qig'inich qilgan. Rahat ko'gini yo'q u odamning. O adamның nevrisi Melik Ziyavuddin deymiz.
Bulbullar sayrısa degan naqshininki tekstini yozgan marhum shoira deymiz endi. Biz başlangıçta o'qiyotgan vaqtimizda Ahmetçik'te qaytadan shu qezib chiqarib, aş ustaxonlarga qaytadan mush Malik Ziyoddin rahmatlikning endi o Hocam Nazarchininki qizining qizi o'ltirilganka, Xitoy tarafidan o'ltirilgan bo'lgandan keyin u vaqtida namozini tushamayla apırt kümbetgenke keyin dadısının xizmetini asli keltirib qilgan chog'da namozini tushirmiz deb turib bir cho'ng ko'lamda shundoq bir namoz tushirish bo'lgan Ahmedchikda namozini tushagan. Odamlar ko'tarilib ketgan o'sha vaqtida. Bu qiz shundoq shehid ketgan deb turib deydigan. Rahat ko'ngli yo'q u oilama. Balasidan ayrılib tugidi deb neyim qilma. Çünkü bizning oila tunuşluğu var, yaqin o'tadi. Kichik vaqtlarimda shu cho'chirchi qizim deb, voy nima etib bersiz, cho'ng bo'lsangiz desa, cho'chir etib berma deyotganman to'q. Ziyoddin dadam rahmatlikka. Jamil xapamlar. Shu aşı o vaqtning odamlariga u rahat ko'ngli yo'q ularning. Qabrisini mi qo'ymadi oxir kelgancha aşı Şinjan'da yaşayınki arkadaki cho'ng qabristonlikni yo'tkab Sherifxon Töre Qozaq kishi ashlarning qabrisini eng oxirida yo'tkab yo'qotdi. Asha qabrisini mi turg'izmadi? Lekin qahramonlar qabristonligini yo'tkadimi? Xitoyga yaragan odamlar ayrim, Xitoyga yaramagan odamlar ayrim. Biz o'qiyotgan vaqtlarimizda u Gojongni bittirgan vaqtimiz, to'liq o'tirib bittirganimda hech kim chet el chiqib o'qish, Yaponcha ketish, Moskvaga ketish deganlarni hech kim o'ylab boqmagan. Lekin ba'zan oilalar qila oladi. Mayli Yaponcha ketish, mayli qayerga ketish. Uning sharti bor. Hukumatga yoqqan oilalarning bolalari nihoyat oldin u yoqqa bu yoqqa tarbiyalandi. Endi mana kuchini ko'rsatyotdi. Kadrlarning hammasi oldingi safda. Xitoy bizni nima uchun mushundaq zulm soladi bizga degan savolni hargiz qo'ymaymiz. Voy, Suriyaning boshlig'iga esilyapti. Voy, nima bo'pti? Korona bo'pti. Xitoy virusi tegibdi. Ey, ashuntillig'icha Xi Jinping qag'samamdi deb yozganlarni degan postga aytib o'tibdi. U degan musulmonlarni qirib deb. Ey, sening Uyg'urlaringmi musulmonga? Bizniki qirilishimiz haqliq. Xitoy bizni qirsa haqliq. Avu yerda anda olsa ismini aytqim yo'q. Bo'lmaymish. Xitoyning ashlarning yordami bilan Xitoyning yaxshi ishlatgan Uyg'urlarining yordami bilan Suriyada sesib o'lib ketdi. Vatanimizda nima bo'lyapti? Masjid deganni, eliq yalang'och Xitoylar kelib Qur'onning yanida mundaq bir rasm tushsa, ishkini bir mundaq yezib qo'yolmaysa. Lekin boshqa yerda tillash deganga voy, uvusdan chiqib tillay olaydi. Agar g'ururimizga tekkan bo'lsa, sen musulmon bo'lsang g'ururingga tegadi. Xitoydan ayrilaymi deb savol qo'yasa, Xitoyning bo'sig'isida yurmaysa, eg'nab qo'yadi. Ayriga yetib olgan Xitoy konsulunun oldida namoz o'qib o'tirib ketgan, ey ulug' Xudoyim, namoz degan bir pokiz yerlarda o'qiladigan, bizning cho'nglarimiz o'gitadigan namozni bovam, momamlar kichigimizdan da momam, bovam Qur'on savodliq odamlardi. Kichigimizdan anglaydiq. Pokiz bo'lish kerak odam degan, pokiz yerda o'qiydi deydigan. Xitoydan Xitoy purab turmasa qilmaydigan bir xil xaraktermi, unimi bilmayman. Hammamiz arvahlarga duo qilib o'tib ketamiz. Mush petimchi taraqqisaqchi, mit qilmay o'ltasak, butun dunyoda Xitoy qarshi do'lqin ko'tarilsimi, mit qilmaysizlar. Chunki sizlarga do'yin kerak.
Çünkü sizlarga Xitoy kerak. Xitoyning puli kerak. Sizlarga yetkazib berayotganlar bor. Xitoy o'qitganlar albatta tasman Xitoyning qo'lida. Men jim o'ltirib baqqan. Men jim o'ltirgan ailening bolasidim. Lekin meni jim o'ltirg'izmadi. G'idiqlab. Hozirga qadar mayli Uyg'urni bo'zaq qilganmi, u bo'lsa har qatimda chiqaman, ovoz chiqaraman. Bek bo'lmaganlarni to'rga chiqaraman. Mush yaqinda mush shunchalik qattiq bir qo'ymichilikqa aralashyaptiman. To'rga chiqarilmadi. Ini mini berib o'taman. Davotdi. Hey, Xitoy bika bo'zaq qilmabdi-ku bizni deyman. O'zanga ushtaq zulm salsang, o'zanga ega chiqmasang, hamma narsa yanning ichida bo'lsin. Hamma narsa yanning ichida hali o'g'li bo'lgan bo'lsa, Uyg'ur bu kunda qolmaydi. Xoinlar uchunmi duo qildigan millat o'zing uchun zulm selishdan yanamsa, yanmaysa albatta. Muş Türkiye'de boğatıdı, uyun degen boğatıdı. Eylik sakallıklarımı aş nomus kımmay kıvatsızlar. Ey, hain mi özüge cennet tileydiken dep bir saçta dep ivetipti bana. Kanda desem palancılar. Aş kıvatkan şeytanlıklarga da yani cennet girme dep oylaydiken degen de külü kitipti mi? Uy hain üçün makanı cennet olsun dep yazıvassa. Türkçe dedim. Bu bula elbette talep kıldı özüne. Xuddi rastlı cennet kirme dep oylaydıgan da özüne. Uykumuzni azroq ichib baqsaq, hozir dunyoda nima bo'lyotidi? Xitoy virusi degan Xitoyning peshonasiga tamg'ib besilib ketdi. Uyg'urga irqiy qirg'inchilik elib beryotidi deb Xitoyning jinoyatini bekitib bo'ldi. U bu davlatlar ovoz qo'shyotidi. Ashuningmi tilamchilik qilib yana palon namoyish bo'ladi tilab. Hükümetten hep yavatqının yetmey yani Uygur'unu şilip durup işletmesen bo'lmaydi. Oldingi qitimmi birlari ashundaq voy sizning ashu rasmlarni 350 hozir hamda 500 ga yetib qoldi rasmlarimiz. Tizimiz onu bir maydonimizga Qizil Kirish jamiyatining oldiga anandikin cherkovning oldiga ashtaq tizimiz. Aşı resimlerini tizishqimi xeyli vaqt ketidi. Lekin aşın ekilib beradigan odamlar var. Tizga yig'gan vaqtimizda aşı Norvegiyalar, mayli Afrikaliklar, mayli u bu millatlar kelib aşın yig'ib berdi bizga. Yig'ib akirkitimiz. Uçurup ketganlarni keynidan yuguraydi. Uni men Uyg'urga ko'rsatish emas, en oxirida faqat bir özemning bir Uyg'urimga gaqib qo'yay. Kunda izchillik bilan bir nima qilib baqsaq bir yerdan bir zuvon chiqadi. Xudomi shu tirishqonga beraman debdikan. Allohga ishinaman, cheksiz ishinaman. Shuning uchun Allohdan talab qilaman. Bütün dünyada başkalar namaz o'qishni o'rgatmasmi? YouTube'da hamma narsa bo'lgandan keyin bizninkilar Uyg'urga namaz o'qishni o'rgatadi, vatan suyishni o'rgatmaydi. Millatini suyishni o'rgatmaysa. Qo'ymichilarga kelgan chog'da ash billa turding ashning yanlarida. Ba'zilarga hali g'alati nikohlarni o'qib qo'yding aqasin. Bir odamga hey hayo degan narsa yo'q bo'lgan chog'da-chi u qorim-parim hamma narsang bir tiyin bo'ldi ekansa. Endi ertog'in endi ro'za tutishni o'rgatgili yana chiqdi vaqtcham. Ro'zani bunda tutdi, munchida namoz o'qiydi, munchida deb. Hey, to'rda hamma nima bor. Bek uqolmagan, bek bo'lolmay ketgan narsalarni anandikin ayrim ustozlarga so'rg'ilib bo'ladi.
Lekin sizlerden sormaymiz. Çünkü meynetçilikini bek bilgendikin hürmetmi demeymen ey bazılarını. O ustaz bu ustaz dep çıkıp ağallaryň. Hey. Sattu musun demeydigan bolsam. Hazır bütün dünyada erkek Uygur erkek kırgınçılık uçurawatydy. Biz erkek kırgınçılık uçurawatymiz. Bizge yardam kıl diyen gap yok. Hele hökümetlerinin aldığı berip undaq gap yok. Haq seni erkek kırgınçılık uçurawatydy. Sen işenmeýärsen haq işendi. Haq işinip an çıkady. Sen özüň işenmeýärsen çünkü o ziminin igisizligine mi işengin gelmeýärdi? Kul buluşga razy. Bir top çoşkunun ki hayatını başlayan insanlar. Çoşku kusku toysular buluyverdiken bizninkiler kosak mı toymaptı ağzıgıcı aç yalanaş yürüvatkan bir millettekle şundak tesir berivatımız. Bana aş gerek. Bana gerek. Öy icarız gerek. A gerek bak gerek. Norvegiýanyň asmandan düşmeýdi işlense. İşlep tapdyk. İcaraga olturybersiňiz. Hoşnu hulumlaryňyz zärlik çekken, onu kılan, bunu kılan maşındaq bir yerlerde oturup kalan gibi tiniş yatanmayısız, harak içidiganlar ba, hökümetniň töven pulu bilen yaşaýdyganlar. O yerden köçüp çykdyş üçin öý eliş gerek. Öýni biz bankadan elip, bankadan pul elip, qarz elip, töleýdigan gep. Kişiga sagıryp jürgenden bankadan qarz alymyz. Baj tapşurymyz. Sugurtalarymyz bar. Lekin sugurta alsaň haram dedi. Her kandaq bir döwletde sugurta bar. Halal haram ne? Vatanını Xitayga taşlap koygunyň haram diyen gap yok. Başka döwletde sugurta alsaň haram dep a teşkilatlarga bu şundaq qyp koýdyganga aşındaq geplerini kıldı. Biriň sual koymaysan ey numus. Erlerin erge okşumagan, xotunlaryň xotunga okşumagan. Üstüň mazar, astyň bazar. Muşu geplerim bäzenlerge tigidi. Bäzen bidiklerge tigidi. Ýakyndymy bir iş arlaşypatdymy? Numus diýeni bilsäň, vatandikini gogdaýamaýsan xotunlaryňny. Vatanyň sirdirkiligi bolsup igi bolsa. Atılıp kalmaslığa. Hey. Erkek kırgınçılık uçurgan millet bizdek bolmaydy. Zemin üçün küýüdi. Erkek kırgınçılık uçurgan millet qeyrindaşlary üçün küýüdi. Ot bop yanıdy. Biz kiçik wagtlarymyzda her bir Xitayga yaragan insanlar ölse, vay hele yazguzatdy. O başdan bu başka yazdık ha. İşligende şu. Şunda hoşal bolatdyk. Bäzide ojon jyglap mı koyatdyk da bäzileriniň ölümige. Oy rast okşaýdy dep. Xitayga yaragan adamlarni bizning Xitayga yaragan adamlar bizning ögünüş ülgümüz bulanmaydy. Xitayga yaraganlyk üçin o bizge tiklep berdi. Şuning üçin ailesi mi şuning laýyk tartyklandy. Ziyan tatkyny yok. Bu yani köpkü pürküwetdi, bu yani köpkü pürküwetdi. Ey, watanyňy iştimge pürküýämej, watanyňy kıp-kızıl pürküp bolup başga yani nimegili pürküwetsäň nime? Zimin diýemeýsäň berber. Nimme uyun koýsy bolady, nimme desi bolady, ziminle demesil boldy. Bu net Xitaynyňki prinsipi da o. Ateşigi bägerlerge, teşir küçüklerge berilgen vazife şunuňa taýynyp durup pul haşlaýdy. Pul ýeýdi. Bir-biriňlarnykini hergiz açanmaýsızlar çünki bir-biriňlarda tutukly ýerleriňlar bar. Voyma alymdy, voyma anti-mati. Oğlum bolsa özüge öz can ýap ýümemdi.
Aşı tapqanını, şunun tayını, onun yetmegini Uygurunu setip yeydi. Aş sözləp bəngin çavaqçap. Bir qan besim örləp gitip ağırıp qalsın, aşınığımı, inşallah, maşallah, ahvolduq, köhvolduq. Xitay qip bəgən qahramanlar, o çavaq degənni, vay, yey, yanrıtıp. Vay, yey, vay, yey. Ko'radigan kuning oldingda. Men yig'lagan kunim sen yig'laydigan kuning keladi. Boshqa odamni yig'latgan kuning seningmi yig'laydigan kuningni ko'radigan kunimiz keladi. Har holda erkiy qirg'inchilik uchirgan millat zimini uchun tik turish kerak deganni o'ylanib ko'ringlar. Ichida ozroq bo'lsa-mu musulmonlik, Uyg'urlik, ash o'ti bala, ash cho'g' bala. Xoinlar qaratdim, xoin bilan ishim yo'q meniki. Her xil naynaylar uslu oynamay, Xitaydan ayrılanmaydan, chet eldimi Xitay konsulunu aldırıp yetip eğinaptıq, namaz okuğununlar, numus qımamsa şunu çıkırıp koyuşqıma. Erki qırğınçılık uçurgan millet zimin davası qılıdı. Yaxşı bir oylap yıqınlar. Rəhmət sizlərə.